Assalomu alaykum Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniy Navoiy OP'dagi yana bir ishimizni bitirdik. Bu yerda quygan stoyashkimiz 400 kvadrat bo'ldi. Bordyori 71 metr bo'ldi. Bu yerga ketgan xarajat qolaqisida ichida bo'lib, ona hisoblab qo'yibman. 5 kamaz shibintaj ketdi, 370 xalta sement ketdi. 160 kvadratga yetkiday setki ketdi. Klyonka hamma yerine обязательно qo'yildi. Chaga hisobsiz ketdi. O'yli balandlarına da tekstluga ko'pchaga ketdi. Mana darvozaning hisobini olib qo'yibmiz. Mana rampadan ener 5 sm baland garajning ichi. Mana garajining ichi. Akşam koyduk bu yerimizde. Bu yerde kelgan günümüz koyduk. İki darvoza bo'lardi. Hozir garajimdan chiqdim mana. Shunday deb qo'yibmiz bu yerini. Buyog'i mana trotuar bo'ldi. Plus 3 tane lisensiyasi da var. Mana bu yoqqa. Bunday bo'ldi. Bordiyorimiz 1.10 balandlikda bo'ldi. 1.15, 1.10, biza 1.10 deb hisobladik. 1.10 balandlikda. Mana yana bir lisensiyamiz. Mana bordiyorlarimiz. Nereden Kur'an'ına varasam 200 tutunku oldu. Mana yoqi rampa bo'ldi mana. Tandardan yanmasi. 50 sm kulon bo'ldi, yo'lga to'g'riladik. Mana yoqi bo'lsa mana bu yoq. Mana bordirimiz. Mana yana bir marta aytaman, bu yerda 400 kvadrat stoyashka bo'ldi, 71 metr bordiyor. Hammasi bo'lib qo'laq qisida içinde ketgan pul xarajati 50 milyon so'm bo'ldi. 50 milyon so'm pul ketdi. Plus 2 dana yana lisensiyasi var. Bu yerda toza joyini qo'ydirdi, uni ko'rsatib beraman hozir. Mana aytgan lisensiyamiz 2 dana. Anvan tak shunday lisensiya 2 dana.